Yusuf alayhissalomni 24 yil ko'rmadilar. O'gay akalar aldab quduqqa tashlab yuborishdi. Quduqdan tortib olganlar qul qilib sotib yuborishdi. Shu hijron, ota bolani hijroni 24 yil davom etdi. Yoqub alayhissalom chidolmadilar. Har qanday musibatga eng katta sabrni payg'ambarlar ko'rsatadi. Lekin bu zotning ko'ksida otalik qalbi bor. Bu qalb u zotni mahzun etdi. Chidolmadilar, duo qildilar. Ya Alloh, ama tarhamu shaykhakal kabir. Parvardigor, keksa bandanga rahming kelmaydimi? Azhabta basri va qawwasta